Vini juda qiziq futbolchi. Uni haligi jestlari, qiliqlari, xatti-harakatlari ba'zan kulgili bo'lib ko'rinadi. Men endi uni iqtidoriga shubha bilan qaramoqchi emasman. Hozirda eng yaxshi 3 tami 4 ta futbolchidan bittasi, shubhasiz. Lekin bu ego juda ko'pchilik futbolchilarni zarariga ishlagan. O'ylaymizki, unda bunday bo'lmaydi. O'zi aslida juda ko'pchilik braziliyalik futbolchilar mentalitet jihatdan shunaqa, juda og'ir xarakterli bo'lgan va aksariyatining karyerasiga aynan mana shu xarakteri ta'sir qilgan. Boshqa tomondan undagi aynan mana shu fitrat futbolga kerak do'stlar, futbolga kerak. Hozirgi asabiy davrda bunaqa futbolchilar kerak. Xullas, Vini boshida qanday chiqib kelgan bo'lsa, shu Vini bo'lib qoladi, o'zgarmaydi, hattoki 30 yoshida ham.